Bu janglaring ichidagi sening eng yaxshi kombinatsiyangmidi? Menda undan zo'r kombinatsiyalar ham bor. Yana bormi? Albatta bor, faqat raqiblar oktagonda men bilan biroz uzoqroq ushlanib qolishlari kerak. Sen hamisha Charlesni birinchi raunddayoq nokaut qilaman deb aytib kelarding. Balki kimdir, og'ayni biroz tinchlan, bu axir Charles Oliveira deb senga aytgandir. Mening atrofimdagi hamma bu sodir bo'lishini bilardi. Men juda ko'p mashq qilaman. Men sparring va mashg'ulotlarda nimalarga qodir ekanimni bilaman. Oktagonda menga teng keladigan darajadagi jangchi yo'q. Men buni aytganimda balki bu o'ziga ortiqcha baho berishdek, manmanlikdek eshitilar. Siz esa meni aqldan ozgan deb o'ylayapsizlar. Lekin har safar men dunyodagi eng yaxshi jangchi ekanimni isbotlamoqdaman. Paddy Pimlet ham oktagonga chiqdi. Biroz hazillashdingizlar, ammo hali Armand Sarukian va Justin Gaethje ham bor. Lekin sen ulardan oldin aynan Paddy bilan jang qilishni istaysanmi? Ha, bu aynan o'sha jang. Chunki Charles bilan holat biroz qiyinroq edi. Chunki men bu yigitni chin dildan hurmat qilaman. U ajoyib inson. Uni yomon ko'rishning iloji yo'q. Doim uni oilasi, do'stlari, jamoadoshlari davrasida ko'rasiz. U zo'r inson. Ammo oxir-oqibat bu shunchaki musobaqa. Men ishimni qilishim kerak edi xolos. Lekin Paddy bilan men chinakam zavqlanaman. Unga shunchaki bir dars o'tib qo'yaman.